2020 gram kaliy nitrat eritmasida 10 mol tuz bo'lsa, eritmaning foiz konsentratsiyasini aniqlang. Berilishini yoza olamiz. Demak, kaliy nitrat eritmasi berilgan ekan. Kaliy nitrat va suv bo'ladi. Kaliy nitrat eritmasida bular ikkalasi birgalikda shu kaliy nitrat eritmasini hosil qiladi. Kaliy nitrat 10 mol ekan va eritma umumiy 2020 gram ekan. Demak, foiz konsentratsiya noma'lum ekan. Uni topish kerak. Foiz konsentratsiyani topish uchun massa 1 massa eritmaga bo'lamiz. Massa eritma bor 2020 gram, massa 1 erigan moddaning massasi. Demak, erigan modda tuz. Shuni massasi topish kerak. Demak, massani topish uchun molni molar massaga ko'paytiramiz. Molni molar massaga ko'paytiramiz. Mol 10 mol. Molar massani topamiz. Molar massani topish uchun Mendeleyevga qarab topiladi. Kaliy 39, azot 14, kislorod 16, lekin bu yerda 3 ta kislorod, 16 kara 3 48 bo'ladi. Va uchalasini qo'shsak 1/1 chiqadi. 10 kara 1/1 1010 gram kaliy nitratning massasi topildi. 1010 gram. Formulaga qo'yib topsa ham bo'ladi, proporsiya qilib topsa ham bo'ladi. Foiz konsentratsiyani formulaga qo'yib topib ko'ramiz. Birinchi, massa 1 bu erigan modda massasi 1010 gram. Massa eritma 2020 gram. Demak, 1010 bilan 2020 qisqarsa 1 ga 2 bo'lib qisqaradi. Demak, 1 ga 2 bo'lsa 0.5 chiqadi. Bu qismda chiqdi. Endi foizga o'tkazish kerak, 50% qilib. Ya'ni 0.5 foizga o'tkazish kerak. Qism bilan foiz 100 martaga farq qiladi. Shuning uchun qismdan foizga o'tayotganda 100 ga ko'paytiramiz. Yarimni 100 ga ko'paytirsa 50 chiqadi, 50% chiqadi. Demak, foiz kaliy nitrat eritmasining foiz konsentratsiyasi 50% ekan. Bu formula bilan topdik. Proportsiyani topib ko'ramiz. 2020 gram bu umumiy massa bo'lgani uchun, demak, eritmaning hammasi massasi bo'lgani uchun 2020 100% da bo'ladi. Hop. Demak, 2020 gram 100% da bo'lsa, hammasi 1010 gram erigan moddaning massasi. U necha foizda? X topish kerak. Demak, proporsiya orqali topamiz. X topish uchun 1010 ni 100 ga ko'paytiramiz va 2020 ga bo'lamiz. 1010 bilan 2020 qisqaradi, 1 ga 2 nisbatan qisqaradi. Demak, 100 ni 2 ga bo'lsa 50 bo'ladi. 50% chiqar ekan. Formula bilan bir xil chiqadi foizdan. Demak, kaliy nitrat eritmasining foiz konsentratsiyasi 50% chiqar ekan. To'g'ri javob A varianti.